Qon tomirlari. Bino qurilganda xonalari yorug' bo'lishi va undagi qurilmalar ishlashi uchun elektr simlar tortiladi. Elektr simlar bino devorining ichidan o'tkazilgani uchun ko'rinmaydi. Lekin shu simlar bo'lmasa, binoning energiya quvvati ham bo'lmaydi. Butun tanamiz bo'ylab tarqalgan qon tomirlarini ham elektr simlariga o'xshatish mumkin. Chunki barcha a'zolarimizni harakatga keltirib turadigan quvvat mana shu tomirlar orqali yetkaziladi. Qon tomirlari tanamizdagi eng murakkab va eng katta tizimlardan biri hisoblanadi. Eng mayda tomirlar soch tolasidan 50 marta ingichka bo'ladi. Qalinlari esa jimjiloqdek keladi. Agar odam tanasidagi barcha qon tomirlari bir-biriga ulansa, 100 ming kilometrdan uzun arqon hosil bo'ladi. Bu arqon Yer sayyorasini 2 marta aylanib chiqishga yetadi. Tomirlarda har kuni minglab litr qon aylanadi. Qon tana a'zolariga kislorod va boshqa kerakli moddalarni yetkazib beradi. Shu bilan birga qon karbonat angidridni va boshqa moddalarning chiqindilarini olib qaytadi. Xullas, tomirlarimizdagi qon tanamizdagi moddalar almashinuvini ta'minlab turadi.